Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaderlik dünyanın her qaysi çeyirdiki Uygur qarindaşlarımız, Müslüman qarindaşlarımız hammalarning şu vakti ve bununki vakti hayırlık olsun. Biz her haftanın düşenbe günü birge qilib kelayotgan, yani men riyasetçi qilgandan beri düşenbege aldık. Kur'an'ın nazari programımızda bugün ustazdın sınak doğruluk mezmunu tinşemiz Kur'an'daki ayetler. Yani biz sınaknınki meğenisini Kur'an'daki ayetler arkalık düşünüş getirişimiz. Ustaz bizden hem de adette Kur'an'ın ahırkı uşak sözünü okuğala bildik için Mülk Suresi 2. ayetinden bizden nimi üçün yaratılganlığımız doğruluk mezmunla bağ. Ondan başka bir nurgun ayetler var. Şu sınak, yani Allah bizi nime üçün sınaydı. Bu sınak zaten nime üçün? Allah bizi yarattı, ondaki yeni bizde sınak, imtihan oldu. Bu sınaklardan kanda ütümüz, bu doğruluk bizge bir düşünce belgem dostlar. Assalamu alaikum, dünyada xas yerler görmeklik arkadaşlar. Allah'ın hoş vakti hayırlık olsun. Bugün şu sınak üstüde toxtuldaki emimiz. Sınakniki Uygurca hem de sınak diyen sözniki nemesi meğenisi deyimiz hem de. Bu nem degen boldu dese bir nesniki yaramlık yoki yaramsız ekanligini aniqlash uchun qilinadigan ishning o'zini sınaq deb ataydi ekanmiz misolda. Misal bir balaning o'zini o'qitgan bo'lsak, eng oddiysi, u bala aşı narsani o'zini bildim bilmadimi, u bala shu sohada yaramliq bo'ldimi bo'lmadimi, ashuni aniqlash uchun ep beriladigan faoliyatning eti sınaq deb atildi endi. Endi bu arabchada ikki xil ibora bilan ishlatadi buni. Biri ibtilo deydi. İptila deganning o'zi bizniki sınaq degan ma'no to'g'ri keldi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala degandiki liyabluwakumniki o'zimi shu ibtilo degan iboradan kelgan. Bu endi bu bir xil ma'nosi, yana bir xil ma'nosining o'zida bu nem qilish köreş qilishga o'xshab kelgan bundaq bir narsa bilan bu ifodalaydi buni o'zini. Demak, shu degan vaqtida ibtilo deganning o'zi qarshi hamda o'ziga qarshi kelgan tarafning o'zini yengish uchun ishlatiladigan bir ma'nog'imi ishlatiladi bu ibtiloning o'zini. Shuning uchun bu Qur'oni Karimda masalan nimada Mulk surasining o'zida astag'firullah تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. degan ikki oyatning o'zida ya'ni barliq egdorchilik qo'lda bo'lgan va har narsaga qodir bo'lgan muborak zot Alloh qaysonlarniki yaxshi ish qildiganligini sinash uchun ölüm bilen hayatlıkның özünü yarattı deb bu ayette açtık nem kıldı endi. Bayan kıldı. Bu yerdeki nesi nemi degen vaqtda bu yerdeki sınak bizde eğer insan ölmegen takdirde sınaqның hiç gerek kalmaydı degen gap.
öldüğen boğandayken bu dünyada yep işken Allah Teala bergen nimetini mesela o nimetin türlerini sanap boğulup olmaydı. Yep içidiğinden tatip özümüzdeki kör kulakları akılları misal aşının hemmesi Allah Teala bergen nimet. Muşu nimetinin özüne biz misal közünü misal alsak közünü ibaret bu nimetni bu dünyada muş hayat vaktinin özde biz doğru işlettikmi yoki hata işlettikmi? Tilimizin özünü doğru işlettikmi, hata işlettikmi? Yani közü doğru işlettikmi, hata işlettikmi degen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de köz doğruluk özü bayan kılgan vaqtida erlerge Peygamber Aleyhisselam devardı. Erlerge dep koy, ular közlerini yaman məqsəddə qaraşdın yığsın deydi. Yani bir nəsige yoki ayollarga olsun yaman niyetli qaraşdın. Qarşı boludu degan gap. Lekin qarıgan vaqtida yaman niyetli qaraş xata degan gapda jinoyat hisoblanadi. Misol bunun tosida ayollarning o'zini erlarga yaman niyetli qaraşdın saqlansın deydi. Yani Allah Teala şu çeklimini koygan boğaçqa her əzayimizni yani anadan tuğulgan vaqtida bir qism alayidliklar boludu insanda köz, kulak, kol, pot degan aql o'xshash misal keltirish jarayonida qo'lga kelgan yani bir qancha natijalar bo'ldi. Masalan, boylik, podshohlik deganga o'xshash, gadoylik deganga o'xshash nurg'un narsalar bo'ldi. Bu narsalarning hammasini ishlatgan vaqtida buni to'g'ri ishiltish. Yani bir eg'iz gapdan xulosaga vaqtida boy deganga o'xshash ko'zni ishlatgan vaqtida to'g'ri niyat bilan ishiltish. Yani qarisa gunoh bo'ldi deb tushunmaslik lozim. Ama qarıgan vaqtida qanday qarıgan vaqtida gunoh bo'ldi. Buni bilish lozim insonlar. Yani birisi qarıgan vaqtida yomon niyat bilan, o'chmanlik bilan, g'azab bilan, nafrat bilan qarash bu o'zi gunoh degan gap. Shuni ataylik turgan vaqtida tabiat dünyasıga bir özümüzdeki bir insan buluş sütümüz bilen, akıllı bir insan buluş sütümüz bilen onun özü güzel tarafını qarısak, o bizge güzellik verdi. Mesela en özü set yaratılgan bir narsa bolsa mı, onun güzel tarafının qaraşını bilsek, o narsanın güzelligini bile alayımız, güzelliginden huzurunu alayımız degan gapda. Bu da şuna o'xshash, her narsaga qarıgan vaqtida to'g'ri qarash. Yani bir söz var. Nemeniki Leyli'ge Mecnun'un gözü qarashlamda. Nima bir gap bormi? Bu da shunga o'xshash, u Leylim tunish uchun u Mecnun'un gözü qaragan vaqtda uni go'zalligini bayqagan oldu deganga o'xshash. Demek ki bu dünyada her narsa qaragan vaqtda uniki go'zal tarafidan, insonga foyda yetkazadigan tarafidan İnsaniyetga foyda yetkazadigan tarafidan misolda qarash ve onu yaxshi tarafga ishiltish niyatda qarash bu o'zi güzel bir şey. Yani odatda, oddiy qilib aytgan vaqtda oldimizda bir ayol uchrab qolgan taqdirda assalomu alaykum deb go'zal qarab, o bir aloqamizniki ayol bo'lsa qanday ahvolingiz yaxshi tudingizmi? Balacağınız deyishdikmi, do'stimiz qanday deb so'rab yaxshi o'zi muomala qilsak, yaxshi tarafdan qarasak, bu savob bo'ladi misol oddisi. Haram bo'lmaydi. Haram bo'lmaydi deslar. Haram bo'lmaydi. Haram bo'lib deganning o'zi nima desa, uning qarashniki usuli bor degan gapda. Agar sen uningga yomon niyatda qaragan vaqtda u gunoh shu yerda bo'ladi degan gapda. Haram shu. Masalan, ikkinchi til masalasiga kelsak, tilning o'zidimi o'zimizga yarashadigan, ya'ni insonlikqa yarashadigan bunday qilgan vaqtida undan eshib ketsa musulmondoshlikqa yarashadigan inson bo'lgandan keyin insondan keyin musulmondoshlik qabul qila oladi. Bo'lmasa haqiqiy insonlikqa yetmay turib, o inson musulmondoshlik qabul qilish biroz tez. Shuna bir odam bir inson bo'lgan vaqtning o'zida ikkinchi bir inson gap qilgan vaqtida uningga go'zal tarafdan gap qila oladi misol. To'g'ri gapni qila oladi. To'g'ri gap qilish o odamga zodi inson bo'lgandan keyin haqiqiy insonlikdan nasibasini olgan odam uning gap qilgan vaqtida bir odamga
Aşımı miningdek insan o. Onun men zade bir özemge qandaq o'zi bir muomala qilgan bo'lsam, u qarshi tarafga ashunday muomala qilishim kerak degan o'zi maqsadda gap qildi. Qur'oni Karimda sura o'zi sura Anbiyoniki 35-oyatida va nabluvakum biş-şerri vel hayri fitneten degan bir oyat bor. Bu yerda bu oyatning o'zi nima deydi desa, sizlarni biz yaxshilik va yomonlik va yaxshilik bilan imtihon qilamiz deydi. İmtihan qilamiz deganning o'zi nima desa, buniki ikki xil narsa bor. Bir inson yomonlikqa duch kelgan vaqtida qandaq o'zi u odamda qandaq bir nima bo'ladi? Misol qarshi taraf bergan nima deymiz uni? Masalan bir yomon bir ishga duch kelgan vaqtida meniki ifodam, qarshi taraf bergan ifodam qandaq bo'ldi misolda? Pozitsiya. Pozitsiya. Bu qandaq bo'ldi? Buning o'zini Alloh taolo deyordi misol. Meni biz tillagan bo'lsa, eng oddiysi bu bir yomonlik endi. Mana uzun bo'ldi bizim tillayotgan murji, murtad, kafir, yahud, nasara deb tillayotdi endi. O parvoyimiz berak. Lekin biz ashunda tillagan vaqtda, sen yahudi, nasara, kafir, munofiq deb tillashning o'rniga biz agar o'zimizni inson deb hisoblagan vaqtda uni yaxshi muomala qilishimiz kerak. Ya'ni agar biz uni tillasak, undan narimiz ham farqli misol. Allah buyuruyor değil mi? Onun için birisi binas degan vaqtida uni tang turib, uni tillab, haqoratlash bu maqsad emas. Yaxshilikqa yaxshilik qilish insonning ishi. Yomonlikqa yaxshilik qilish bu desa erning ishi demda. Yigitning haqiqiy to'lg'an ishi. Bu nima degan vaqtda o yaxshilik qilgan yaxshilikni qilgan odam jiq bo'ladi. Ammo yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish bu biroz qiyin to'xtaydi insonga-chi. Shuning uchun ba'zi ishlarda masalan shar bilan yani yomonlik bilan sinash deganda mana shunday yerlarga oddiysi. Ba'zi vaqtda ziyon tortimiz misol, ziyon tortgan vaqtida qandaq bizniki ifodamiz qandaq bo'ladi? Uni o'zi Alloh tavba qilib eslab yurib olamizmi yoki bo'lmaydi? Bo'pti endi. Bo'g'liq bo'ldi, ya'ni oldimiz qarab, bu ishni o'zini davomlashtiraylik, qilayotgan yaxshi ishimizni o'zini to'xtatib qo'ymaylik degan maqsadda qila olamiz. Sinoq shunday bo'lgan narsa, misol. Urushga kirib qolsak, o'lib ketsak, o ta'limimiz bu, endi o'lib ketmay, bir bombada putlarimiz bir zaxmlanib, bir putimiz yo'q bo'lib ketib, qilib qolsa, shundaq o'zi ishlar yetgan vaqtda uni qanday sabr qilamiz? Bu yomonlik bo'lgan imtihon shunday narsa. Boy bo'lgan chaqda, ya'ni vel xayram ikkinchi kelimasi yaxshilik bilan imtihoni. Yaxshilik degan nima desa, boy degandek bir odam yaxshilik qilsa, uni biz yaxshilik qilamdik, qilalamdik, qilolmamdik misol. Qildikmi, qilmadikmi? Bu masala. Qo'limizga iqtisod tushib bir kichkina iqtisodlik bo'lib qolgan vaqtida ham bu yaxshi narsa, iqtisod degan pul degan yaxshi narsa misol. Ham uning o'zini biz yaxshi yo'lga ishilta oldikmi, ishilta olmadikmi? İmtihan bunday bo'lgan narsa. Pul kirgan vaqtida, ikki non topgan vaqtida bir non topchaldigan insonlar jiq dunyoda. Shunga biz davomli bir qilib turish, ya'ni insonlik qalbida, haqiqiy insonlik qalbida turish, o'zimiz agar yomonlik kelgan vaqtidami insonligimizni yo'qotib qo'ymaslik va yaxshilikqa erishgan vaqtida ham insonlikni yo'qotib qo'ymaslik. Ya'ni bir yerda misol bir 5 odamga bir boshliq bo'lib qolgan ishlar bo'ladi, misol shirkat quradigan yoki bir yerda bir ishlar bosh bo'ladigan, yo ba'zan misol podshoh bo'ladigan, vazir bo'ladigan nurg'un ishlar bor. Shunday ishlardimi, qo'liga shunday fursatlar, yaxshi fursatlar kelgan vaqtida bu odamlar shu narsaning o'zini yaxshi ishga ishiltamdi, yomon ishga ishiltamdi. Sinaqmi shunday bo'lgan narsa misol. Adil bo'la olamdi shu podshohning o'zi yoki zolim bo'la olamdi. Xalqqa barobar muomala qila olamdi yoki ayrimchilik qilamdi.
Nerede bu imtihanla, yani bunu sınav, imtihan dedik, onda o okşaş mərnəlik, yakın mərnəlik sözler dedik. Bizim de məlum bir okuşu, mesela siz bana ders vergen bolsalar, ben o kitapları tüketişler, değil mi ya? Bana kitapın mayarın ders öttüm, ben Mişel imtihanı ben deyim, değil mi ya? Ama kıyamette Allah bizden imtihana harcadı. Müslüman diyen, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hitap eden işini birden bir şek yok da işengen Müslümanlığa nispeten o sınavını nereden alındı, nereden imtihan alındı? Hazır şimdi devatımız yani insanlığa Allah Teala ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha diyen bir ayet var mı? Allah'ın nimetlerini sanısanla onu tüketip olamayızlar etti. Allah Teala insanga bergen kuş kuvvet, akıl paraset, göz, kulak, burun mesela hemmini Kur'an'da deyiklik. Hatta onun sırtında biz tirişsak erişidigan bay degen gidek nurgun nimetler var. Şu nimetlerin özünü Allah Teala yani bir ayet var şu Allah Teala dünyadaki işlerinde bir nesne bekar yaratmaganlık hakkında ayet var şu. Eğer o insan şunu oylasa, onda oylap ben toxtu bu. Hiç bir nesne Allah Teala bekar yaratıp koymakta. Bir ders yok ya deydi. Demek ki bu şunda bolgandakin insandaki vücudundaki tatip insanın etrafındaki neslerin hiç birisi bekar yaratılmaganlığı ve onu bir taraftan insanlar yüzündeki menfaat için işletse, ikinci bir taraftan onu yaratıp bergen zatını tuğunuş için işletiş lazımlığı. Yani ayet delil ispat diyen boldu ayet diyenin özü. Yani Allah'ınki bar birligiga, Allah'ınki cheksiz kudret ekanligiga delil bo'ladigan narsa. Hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayan kavaklıda ne deydi dese özümüzdeki birinci felyanzur el insanı ala nefsihima şunda bir ayet var mı? İnsan yüzündeki vücudu bir karısın deydi. Özümüzün vücudu karıga vaxtıda bayıda göz, kulak, hem neslimiz var. Bunu kim yarattı misal? Felyanzurul insanı ila taamihi misal. İnsan yüzündeki tamakları karısın. Diyen ayet var. İnsan kainat karısın. Bunun hemsini ne bildirdi dese Allah Teala'nın şu cheksiz kudretini ispatlaydigan delil ispatının özüne körsün diyen gap. Körüş arkalık yüzüne ve yüzü menfaatlanayotgan neslerini ve etrafındaki bütün neslenin özüne insan tuğnusun ve onu yaratkan zatının özünü bilsin. Onundakin o hemmisi Allah Teala'nın bir mahluk ekanligini düşersin. Düşerkendekin onunla muamil kavakda adette bir derek olsun mu? Adette bir çöp olsun mu? Onunla bihöte misal. İnsanlık noktasından onunla muamil kısım. Bu bir mahluk, Allah'ın mahluku, hem Allah'ın mahluku diyen hissiyatı muamil kısım. O vaxtda hemme näsini çıraylık yüzünü göre alaydı diyen gibi insanlar. Bayağı diyen ki okşaş. Güzel yüzünü göre alaydı. O näse insanı Allah Teala'nın tunuş kapırdı diyen gibi. Yani bu näse bekar yaratılmagan diyen nazar bilen karaymış değil mi Allah buyurgan için? Yani bu yerde Kur'an-ı Kerim'deki şu Sure Bakara'daki 193. ayetinde وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَاِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ diyen bir ayet var. Burada ayetini cık keltirişim gerek, lekin ben yani yeterlik bolsa oldu dep qarayım, lekin Kur'an-ı Kerim bu haqda cık ayetler var. Bu ular yana düşmenge yoki şu düşmanlarga fitne bo'lmagan qadar ve dininin hemmisi Allah için bo'lgan qadar sizlar o'zi kurash qilinglar deydi. Bunga qarshi kurash qilinglar deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, fitne degan bu yer qarshilik. Misal vay akirib qo'yim deb uni unutib ketdim. Bir tal yog'ochni misal qilsak, yog'ochni men ish uchun tutganda qarg'a vaqtida u yog'ochmi sunmayma deb bir tirishchilik ko'rsatdi. Men uni sundurma deb tirishchilik ko'rsatdim. Oturduğu neyse fitne oldu bu yerde. Fitne degende ama şunda birisi karım karşı köreş kılış manası geldi bu yerde.
bu vaqtda qanday qildi degan vaqtda qarshi tarafdagi yani dushmanning o'zini mag'lub qilgan qadar uni o'zi bo'ysundirgan qadar va yakuna dinu lillah deganing o'zi adolat Allohning adolat tiklagan qadar yani Tirkishish bu. Tirkishish. Tirkishish bo'lib tirkishning oxirgi natijasi nima desa qarshi taraf tirkishamay bo'ldi men taslim bo'ldim sizniki deganiga men keldim degan qadar sizlar o'zi kurashib to'xtatmoqli degan gap bo'ldi bu yerdagi deganlar keldim degan nima desa Alloh uchun Allohning adolati uchun bu yerdagi nurg'un odam deydi din Alloh uchun bo'lgan qadar deganning o'zidan agar islomni qabul qilmasa ularni o'ldirish degan ma'noga keladi bu yer qotil degan oyatning o'zini bu bunday emas yomon amroq şey ekilishga bu yerdagi narsa nima desa aslida adolat deganning o'zi hokimiyatni shu yerdagi kuchning o'zini xuddi payg'ambar alayhisalom Makkani ishg'ol qilgan vaqtda qanday qilgan desa Makkani qatlam qilmagan-ku. Makka mushriklarni o'ldirib bunday qatlam qilgan yeri yo'q payg'ambar alayhisalomniki. Buni qildi deyilmasmi? Ammo ular bo'ldi biz seniki sana taslim bo'ldik. Ular tek amanna degan insonlar bor o'shida. Shu vaqtda. Amanna degan vaqtda Alloh taolo nima degan desa qul lam tu'minu valakin qulu aslamna degan oyat bor edi. Ular iymon keltirdik degan to'g'ri emas. Ular aslamna taslim bo'ldik desin. Nima ish qilsa va lamma yadkhulul iymon fi qulubikum. Sizning qalbingizda iymon yerlashmadi. İman qalbingizga yerlashmay turib, sizlar o'zi biz iymon etdik degan to'g'ri emas. Hozir biz mayli 10 ming kishilik askar o'l maya kelgandan keyin sizlar majburan taslim bo'ldinglar. Bu rost gapni qilinglar degan gap. Ammo u taslim bo'lgandan keyin bo'ldi sana biz taslim bo'lganligini nima qildi desa baj hozirgi nimada xiroj deydi, nima arabchada baj qo'ydi misol. Yilda majlik yoki oyda majlik baj to'laysa o vaqtida bizniki o'zi qonun prinsiplarimizga bo'ysunsa deydi. Shuni ular o'zini kofirlik, ya'ni shu mushrik e'tiqodida qilib qiliqliq, ammo nimaga o'zi hokimiyatga boj topshiriqda. Bu yerdagi narsa nima desa, ular qarshi turmaymiz deganga qadar degan gap ham maqsad hamda. Qarshi turmaymiz. Bo'ldi sizlarga biz bo'ysundik. Sizlarga qonun prinsiplaringizga bo'ysundik. Endi bizga qo'ydigan bejinglar qo'yinglar biz uni to'laymiz, uni hozir biz deganga qadar siz kurash qilinglar degan bo'ldi endi. Jizyemi? Jizya. Jizya hozirgi vaqtda uni keyingi vaqtda jizya degan gap nimada yo'q. Qur'onda yo'q, Qur'onda xiroj deydi. Keyingi vaqt jizya deb alvon deydi uni. Alvon deganning o'zini nima qilib Kafirlerden yani gayrimüslimlerden ağandan cizye deyimiz, şuna mı ya? Cizye deyip o cizyenin özüne eliş öz usulun var şu kitapta çok. Kadar ise bir mesela bir ambar bir yere o vakit açlık nesliyle geldik zaten. Hani halkı açlığını elep mürsük atıp kelgen vaxtda ular kiripdeki udulap o dervazına kirip ambarga tökülgen kılmay onun özüne. Kitabın özünü selip iki tarafga 1 metr aletde aşağı kısılıp kirip çıkıdığan kılıp ular kıynalsın aşağıda depço. İnsanı kıynaydıgan aşağıda bir uğrun kılıptı şu vaxtın özde. Bu Umayye sulalısının zamanında nayet evcik çıktık bu işler. Aslında o Kur'an'da İslam'da da bir nesi yok. Hiçbir peygamber bunda gayri yok. Bu İslam'ın məqsədi İslam'a kirmegen insanlarını kıynaş emas. Ular yaxşı muamele kılış arqılıq təsirlendirip İslam'a kirdiriş məqsəd. O yerde o tekimbek düşmanlığını kozap hep cuma toxtaptı. Bir günü bir kolumu düşüp kalsan var o. Sana mı kömgenli köstüm ben cuma deydiğe yek ekiliş bu İslam'daki məqsəd emas. Şu an o yerdeki neyse ne dese o cizye degenin özüne alvan depes alvan degenin sərəldi. Hakimiyet alvan koygan insanlarını onda har kögen alette işletilgan ibareler bu çok. Alvan yasaktı, he? Alvan yasağı bizde işte kıldık o Alvan yasağına şu halkı jılığa mesela zeylik yaptırdıgan aynı işlerini kılıp milletini kıymaydı. Kudu şunu kopyat neyse diyen gel. Aşağı.
Demek ki bu yerdeki narsa nima degan vaqtida inson erishgan har qanday narsani tug'ilgan chaqda erishgan narsalar bo'ldi, boy deganga o'xshash vujudimizdagi tug'ilib aqlimizni qo'limizga olib tirikchilik qilgan vaqtida erishadigan narsalar bo'ldi. Toki hokimiyatni tortib shu iqtisod har xil sharoitlar bo'ladi misol. Shu sharoitda erishgan narsamizning har qandig'ini qanday qilish degan vaqtida imtihonni o'tish uchun yaxshi tarafga ishiltish. Misal hozir nurg'un odam deydi, vatanni mo'yindoq, vatanni nima, millatni o'zini andaq qilib ketdi, mandaq qilib ketdi. Biz Alloh taolaning yaxshi bandalari ekanmiz, uning uchun bizni sinayapti deydi. Uni qanday qilish kerak desa, biz sabr qilib turishimiz kerak deydi. Sen sabr qilib jimit o'zi umuchingni ichib o'tiraversan, u zulm davom qilaverdi. Bu yerki narsa nima degan vaqtida sabr qilish degan gapni to'g'ri tushunmak odatda. Bu yerda shu vatanda shunday qiyinchilik bo'lyapti, millatni dushmanimiz eziyordi. Biz bu vaqtda sinoqni qanday o'tamiz degan vaqtida, sinoqni bizning o'tadiganimiz uning qarshi qo'limizga keladigan har qanday bir sharoitga loyiq holatda kurash qilish. Uning qarshi kurash qilish. Uni kurash qilmay turib, biz o'zi sinoqni o'tdik. Yoki ashar qiynalib, shu u to'xtagandan keyin biz sinoqni o'tdik deganning o'zi bu xato bir narsa. Shunga bir zulm keldimi? Bu yer zulmning eng cho'ngi zulmga taslim bo'lish, zulmni qabul qilish bu eng cho'ng zulm. Sen zulmni qabul qilmaysa, zulm qarshi kurash qilishing kerak. Kurash qilgan vaqtida mayli uni yengi yoki yengim degan niyatda zodi ashun qo'lingda kelgan kurashni qilganingning o'zi imtihondan o'tganligingning alomati degan gap. Agar uni kurash qilmascha desa, kurash qilmaslik imtihonda o'tamaganlik. Çünkü bayaqqa misol bütün a'zolarimizni, bütün imkonlarimizning o'zini to'g'ri yo'lda ishlatishning o'zi, to'g'ri yo'lda ishlatib, masalan, kambag'al bo'lib qolsak, kambag'al bo'lib qolgan bo'lsak, uning o'zi boy bo'lish uchun kurash qilmaslik bu imtihonni o'tamaganlik. Boy bo'lgandan keyin u boylikning o'zini to'g'ri yo'lda ishlatmaslik ham imtihonni o'tamaganlik. Qur'on Karim jiq bundaq nimalar oyatlar misol. Fir'avnning yerida turgan İsrail avlodlari İsraillikdan bo'lgan Haman degan bir boy bo'lgan shu vaqtda Alloh taolo ashning o'zini o'z millatiga xiyonat qilgan deb nim qiladi. Aytlaydi Qur'onda. Bu shu Fir'avnning yerida yer olganki, shuning o'zini shu İsrail Bani İsraildan turib, ya'ni Yahudidan turib, shu nimaga Fir'avn tarafga setilib ketgan o'z millatiga xiyonat qilgan qatorida shunday tanqidlaydi, qattiq nim qildi. Keyin halok qilingan to'g'riliq xabarlar bor Qur'onda. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda her narsani, her imkonni, o'zidagi her o'zi a'zoni tortib, her narsaning o'zini mumkin qadar, ya'ni o'zi shu eng yuqori saviyada to'g'ri yo'lga ishiltish, to'g'ri ishga ishiltish bu imtihondan o'tganlik bo'ldi. Sinoqdan o'tganlik bo'ldi. Agar uni hech narsaga ishlatmaslik, buqqala quruq duo qilib o'ltirib, buqqala bekuni degandek bundaq o'zi niyati bo'lish, bu hech bir zaman imtihondan o'tganlik hisoblanmaydi. Xo'sh. Bunda bir savol bor masalanchi. Biz jiq anlaymiz bularni uchun. Bu dunyo musulmonlarning do'zaxi, cehennemi, kafirlarning o dünya musulmonlarning cenneti, kafirlarning cehennemi degan bir hadisdan kelar. Yani bu dünyadaki bizning xo'rlikqa kelishimiz, shunda silinishimiz, hatta biz eng taqvolik, eng eg'ir azoblatimizdan o'zimizni bundan nima qiladigan, taskin topadigan yakuncha, ash xo'rlikni qabul qiladigan bu Allohdan keldi debchi. Buni qanday Endi birinchi mana bu so'zniki beshiga kelsak, Alloh taolo bizga hech qanday bir yomonlikni bergan emas. Faqatla dunyoni yaratishlik, dunyoga bizni yaratishlik, yaratgandan keyin bizniki vujudimizga
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا degan qaysi sureydi o? Valla diyatim ya. Şu Eme Parisi bir sure. Muş surenin özü nima deydi dese? İnsanı yaratgan vaqtda biz o insanın vücudida yaxshi ish qila oladigan va yomon ish qila oladigan nima iqtidordan iborat bu narsani yaratdik. Yani insanın vücudida yaxshi ish qila oladigan va yomon ishni qila oladigan iqtidor bor degan gap. Kimki o qanday bir insonki o'ziniki nafsini pok tutsa, ya'ni yomon ishni qilmasa, o inson qanday qilgan bo'ldi? Aflaha. Nijotga erishgan bo'ldi. Ya'ni o'zini pok tutgan, yomon ishni qilmagan, yaxshi ishni qilgan bunday insonlar qiyomat kunigacha nijot topadigan insonlar degan gap. Va qad xoba man dassaha. Kimki o'ziniki nafsini bulg'ab, ya'ni yomon ishlarni qilib, o'zini qo'lidagi butun imkonlarni o'zini yomon tarafga ishlatib, misol o'zi prezidentdan tortib, prezident bo'lgan insonlarni misol adolatsizlikka, o'ziniki o'zi shu nima deymiz, uning o'zini parxo'rlik va kaza millatniki haqqini yeydigan bundaq ishlar ishlatgan bo'lsa, boshqa tijoratchi bo'lsa, tijoratning o'zini fursatdan foydalanib millatga ziyon soladigan misol bundaq ishlarni qilsa, to'g'ri bir ishni qilmay, ish qilib qo'ldagi har qanday bir imkonga ega bo'lgan inson uning o'zini to'g'ri ishlatmay, xato yo'lga ishlatsa, bu odam nima desa, qiyomat kunisi ziyon tortadigan insonlar degan gap. Ya'ni insonning vujudida o Alloh taolo maxsus amataxun yomon ishni qildi, semtaxun yaxshi ishni qildi deb yozib qo'ygan yer yo'q. Har qanday bir insonniki vujudida yaxshi ishni qila oladigan, yomon ishni qila oladigan bir iqtidor bor degan gap. Masalan, bir odam, masalan, shaxsan men o'zim misol qilsam, xohlasam qavoqxonaga berib, ichib mas'ul bo'lsam, hech kim meni o'qimaydi. Masalan, o'zimning ishida xohlasam jamiga berib namoz o'qib qilsammi, o'zimning ishi. Buni tanlash o'zimniki ilkida degan gap. Alloh taolo bu ixtiyorni berdik insonga degan gap. Buni qazo va qadarning bobiga kelsak, so'zlaymiz tafsil qilib. Shu. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida hech bir zaman insonni Alloh taolo bir yomon yo'lga boshlab qo'ymoqlik, Qur'ondan iborat insonga to'g'ri yo'l ko'rsatgan kitobni berib hattoki. Hem yomonlikni insonga Alloh taolo bermaylik. Yani dünyadaki şaraiti qarta yomon ish qilgan yerlar bor, yaxshi ish qilgan yerlar bor. Hem bu yaxshi ish qilgan yerga inson bunda qarab, aqli bo'lgandan keyin yaxshi ishni qilsa, dunyoning sharaiti qarta Alloh taolo bergan iqtidorniki yaxshi ish qilish tarafini o'zini ishlatgan bo'ldi endi. Bo'lmasa yomon ish qilishga ketib qolsa, demakki bu inson Alloh taolo yaratgan shu insonning vujudidagi yomon ish qilish tarafdorining o'zini nafsniki oqsiga kirgan bo'ldi. Shu vaqtda bu inson o'zi imtihonni o'tamagan bo'ldi endi. Boyqa ikkinchi nima endi dunyo musulmonniki do'zaxi ashadilama? Dunyo musulmonlik do'zaxi, kofirlarning jannati, oxirat musulmonniki jannati, kofirlarning do'zaxi degan bu so'z aslida tegi tahdid etgan vaqtda to'g'ri aytilgan so'z, ammo uni ishiltish xato ishiltilgan. Uni qanday ishlatgan degan vaqtda inson dunyo insonlarniki, ya'ni musulmonlarniki do'zaxi, uning uchun biz bu dunyoda rohat ko'rishga bo'lmaydi deb ishiltish xato. Asli uni ishlatgan vaqt qanday ishiltish kerak degan vaqtda musulmonlik, ya'ni oxirat, jannatdan iborat bu o'z katta ne'mat, katta g'albiga dunyodagi shunda katta o'zi rohat farog'atni selishtirgan vaqtida, ya'ni nisbatan de bu dunyo musulmonlar uchun jahannam ko'rindi degan gap. Masalan, dunyoda har qancha katta rohat ko'rsami, oxiratdagi rohat farog'atga, oxiratdagi ne'matlik nisbatan bu yo'qning o'rnida degan gap. Kofirlarning jannati dunyo degan cho'q desa, kofirlar dunyoda har qancha qiynalsimi, har qancha shunda qiynalib yashagan taqdirdami, u qiyinchilikning o'zini qiyomatda jahannamda bo'lgan qiyinchilikqa selishtirgan vaqtida dunyodagi u qiyinchilik jannatga o'xshash o'zi his qilindi degan gap.
Bunun çıkarılgan neyse aslında. Ama onun özüne insanlar onu doğru işletmezden dünya Müslümanın cenneti ne mi dözge onun için biz özü Allah Teala bizge dünyanı beğenmegenlik için biz bu dünya tepişka, pul mal tepişka, tirişeş ve hakeza işin hemiz hata biz özkeş namaz okup tesbih sirip oturuşumuz gerek deyişinin özü bütünlüğü hata bir neyse. Dünyada insanlar Allah Teala'nın farzlarını kılış ve birge pul tepeş ve hakeza hem işini yaxşı kılış gerek, okuş ve hakezani yaxşı kılış gerek. Ya onu doğru işletiş gerek. Doğru işletken sıra insan ne olur dese ahirette mi? Yani dünyada mı öz bəxtlik boludu? Dünyadaki bunda doğru yosundaki bəxt ahiretteki bəxtinin özüne ekil diyen gibi. Dünyada bəxtlik buluş, ahiret bəxtsiz buluş diyen işleki nemesi emez. Dünyada doğru usul bilen bəxtlik buluş, ahiretteki çok bəxtliki aşkıcı bu. Ne için insanlar mesela devlet kuruş ve herkese için şunca köreş kılıp kanı verip canı verip köreş kılıdı. Devletini kursa mesela biz Şarkı Türkistan devletini kursak o devlette biz özümüzdeki yani Allah Teala kösetken boyunca Kur'an-ı Kerim'de şu kösetken özü emir fermanlarının özünü cari icra kılalayımız. Devlette kurmak dikenimiz hazır halkımız Allah Teala'nın buyruklarını icra kıvatamdı o. Kılımen dese mi kıkızmayavadı adette. Biz onun için bir milletdeki devlet kuruşu o millet özündeki barlığını namayandı kılış ve Allah Teala'nınki emir fermanlarını caida doğru icra kılış için şerait hazırlaş. için boldu bu neyse. Peygamber Aleyhisselam misal kalsak Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki vasıda devletinin beşi demezdi. Devletinin beşi de Ebu Sufyan ve herkese başka müşrikler vardı. Peygamber Aleyhisselam aşağıda uç kaşkar namaz mı okuyanma hatta Kabe'nin altına gidip namaz okuyan vaxtıda üstüge tövgüneki üçü kosaklarının özünü atıp koygan aşında atıp koygan degen aşında rivayetler var misal. Hakimiyet kolda bombagalık için bu atkan neyse o. Peygamber Aleyhisselam Mekke'nin Medine'ye hicret kıldı. Medine'ye verip 8-10 kabile birleşip kabile ittifak tüzüp bir küçük bir devlet koşuş bir neyesini kurdu. Kurgan ikini aşıştı yetekçilik kılıp Müslümanlarını ayıntip keyin özü Mekke'ni mi aldı. Bunun hemisi nimetin boldu dese hakimiyet koldu buğa vaxtıda Allah Teala'nınki emir fermanlarını mı cari icra kılıp bolduğalığını ispat edilen gep bu. Bunda kışlar nurgun mesela nurgun peygamberler şu Kur'an-ı Kerim'deki 25 peygamberlerini şu zamandaki Müslümanlarını mesela çıksak bazen peygamberlerini hatta ki arasında şu Allah Teala'nın sözünü kıldın. Allah buyurgan ibadetlerini kıldın dep öldürülüp ketken şundak özü nemeler var. Peygamberler var misal. Mekke'de mi adette Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret kılıştın burun bir kança Müslümanların özüne müşrikler bu şu dini kirip ketti. Yani Muhammed'niki dini kirip ketti degende kılıp öldürüp etken Müslümanlar başlaydı. Bu hemimiz nimetin boldusu Allah Teala beğen iki nesi var? O özü itikat erkinliği, biri, ikincisi söz erkinliği. O bir adamın kalbini ikinci bir adam hiçbir zaman kontrol kılamaydı. O sen bir adam halımızsa mesela bir adam bir Müslüman bir Buddhist oluşka ya olmaydı bir başka bir dine kirişini halımızsa o adamı urup kıynak kısmı ağızdaki öz mesabısının dinine kirin diyen təqdirdə mi? O kalbide onun öşmelik saklaydı, kalbide özünün dininden çıkmaydı insan. En addisi. Şunun için bu yerdeki nesine mi dese bu sınaqdaki özü hatta ki hakimiyet kişilik tutuşudur. Yani biz Şarkı Türkistan halkı hazır şundak zulüm çekivatımız. Zulüm çekeyli, çekmeyli her kandak bir şart asıda Şarkı Türkistan'dan ibaret bu devletini kuruş için tirişiş, köreş kılış bu biz sınaqdan ötüş için hareket kılıq boludu. Eğer onu tirişmişsak, köreş kılmasak o vaxtda biz zaten Allah Teala bergen bu hak hukukumuzni eriş için, onu qoğdaş için hareket kılmagan bolamiz. Mana şunu to'g'ri hareket qilmabdi ekanmiz. Hozir xalqimiz
Özündeki itikadını mı tüzük özü namayan kılanmaydı. Özündeki hatta Uygurluğunu mı, milletini mi özü namayan kılanmay, örp adet eminesini kuruk kalıqlık. Neyim için diye vakıda? Bayık sebeptin. Yani şu sınavdan biz doğru ötenmağanlık için müşküllerini tatıp atımız. Onun için hazır mesela vatanın sırtında nurgulluğun işler buluvardı. Her devletlerde teşkilatlarımız var, cemiyetlerimiz var degendek. Xitay karşı faaliyetler buluvardı. Ama şu faaliyetin özde bazen yerde %10% yetmeydi insanlar. Katışıyotkan insanlar. O insanların gapni qıptımsa aşınçıdan nurgulları var. Çıkıvatkanın içinde var. Gapni qıpay otaldırıp tutmuşsa o utu uçup kaldığı var mesela. Tegi tehdidini bulmağanda eken. Kulluk künüp qarab, Musa Aleyhisselam'ın kavmine Xudaylıqqa bir yerga olganchada Musa bizga ma'alniki nima o'xshash, ilahlarga o'xshash iloh qilib bergin, har birimizga bir taldin. Deganga o'xshash. Talut'la urush qilgan vaqtda biz maytib turayli. Sen Xudoyga berib urush qilib kel deganga o'xshash bo'lib qolibdi insonlar. Mollalar bo'lsa qo'pib, "Ey Xudo, voy bizga vatanimizni ozod qilib bergin, voy ani qilib bergin, mani qilib bergin" deb o'z duoda kesh Alloh taoloni Xudo askarlik olgandek, Xudoni ish qilib o'ltiriblik. Allah Teala bizge neyim değil ki mesela Kur'an-ı Kerim'de. Sen Kur'an karmay durup Allah'ın iş kuruvatsa Allah bizim neyimi gibi uğradı diye vakti sen şu vatan için köreş kıl devardı. Sen şu hakkını eriş için köreş kıl devardı. Köreşte kılmıqallığımız Allah Teala'nın buyruğunu icra kılmıqallık diyen gep oldu. Allah Teala'nın sınıgıdın ötenmezlik diyen oldu bu. Şuna her bir insan özünün kolunu keldiğen her kanda imkaniyatın özünü işletiş arkalık doğru yol bilen misalda doğru yol bilen özünün hak hukuku ve başkalarının özüne başkalarının hak hukuku tecavüz kılmağa şart asıda. Özünün hak hukuku için, özünün menfaat için, özünün vatandan ibaret en çoğun hakkı bunda hak için köreş kılış. Bu her bir Uygur'niki adette bizniki özümüz şahsi tatbiqlığa vaxtıda bu nihayet çoğun bir periz. Eğer biz bu perizin özüne ada kılmağa vaxtıda hiçbir zaman imtihanını ötemegen insanlar katarından orun alımız, kıyamet günü okugan namazımız hemmesi bizge hiç qanday fayda vermeydi. Nima üçün degan vaqtda namaz deganning o'zi bizni shunday ishni qildigan tarafga rag'batlantiradigan narsa. Bizniki ruhimizni tirik tutadigan narsa. Namaz o'qib turibmi biz shu zulmga sukut qilish, o'zimizni to'g'ri yo'lda mangmaslik, bunday ishlarni qilsak, bu vaqt nima bo'ladi desa, imtihanda o'tamaganligimizniki namoyandasi oldu degan. Şun bu yerdeki Sure Bakar'niki 193. ayeti ve qatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yakuna dinu lillah fe in tahu fela udwana illa alel zalimin degan bu ayetning özümü karşılık yani karşılık bo'lmagan kadar, karşılık tamamen yok olan kadar siz köreşni to'xtatmanglar. Degan nima desa? Bu her bir insandan tatip ta milletçilik, ta devletçilik hemmesiga ortak bir ayet degan gap. Biz Sharq Turkiston ibaret bir devletni qurmizsak, Sharq Turkiston xalqi hammamiz ortak holatda vatanimizga bizga qarshi faoliyat qilinmagan holatga borgan qadar biz u yerda kurash qilishimiz, ya'ni dushmanimizga qarshi kurash qilish bizga vazifa degan gap. Biz kurashni qanday vaqtda to'xtatamiz degan vaqtda fa in tahu fala udwana illa alel zalimin. Zulüm to'xtagan qadar. Zulüm to'xtab, zalim bizning vatanimizdan yo'qolgan qadar nimaning o'zini kurashni to'xtatmaymiz. Zalim yo'qolgandan keyin hamma narsa o'zimizniki bo'lgandan keyin u vaqtda biz kurashni to'xtatamiz degan gap. Bu faqat nima kurash endi bu? Dushman qarshi ep berilgan kurash. Ammo kurash hech bir zaman to'xtamaydi. Vatan mustaqil bo'lgandan keyin ilm faniga yurish qilamiz. Hamma taraf yurish qilamiz, iqtisodga yurish qilamiz, davlat taraqqiy qildirish yurish qilamiz. Buning hammasi kurash. Jihad deydi buning o'zini. Nadallık bilen, savadsızlık bilen, cehalet bilen güreş kılmız bu. Elbette. Ebedlik güreş şimdi bu. Buna yaxşı dediler bunu. Misal Peygamber Aleyhisselam, bu şunu işki kızmen şeriyle hem de Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki vaxtıda 13 yıl neyim bil köreş kılgan diye vaxtıda cehalete karşı köreş kılgan. Kuluk kılıç anmay durup
Haqni kishilarga haqni so'zlab, haqni o'qitib, haq degan nima desa Qur'oni Karim, Allohnikiga dini. Aş dinni o'qitish orqali insonlarga, ya'ni ilmiy kurashlaymiz buning o'zini, bundaq o'zi kurashlab qolgan. Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilgandan keyin desa, to'xtab qo'ygan buni desa, ilmiy kurash hech bir zaman to'xtamaydi. Qur'onlik kurash to'xtagan taqdirda ilmiy kurash hech bir zaman to'xtamaydi. Misal, nadonlik qarshi kurash bola tug'ilib turdi, uni o'stirish jarayonida uni o'zi tarbiyalab turamiz. Ana shundaq o'zi kurashni to'xtamaydi. Yana bir o'zi oyatning o'zida Sura Baqarniki 155-oyat ekan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ degan oyat var bu yerda. Bu nima desa, boy deganga o'xshash, sizlarni qo'rqinish bilan, ochlik bilan, pul molinglarniki kemayib ketishi bilan, va anfusi, nafsi yana o'zi soninglarning kemayib ketishi bilan, meyvelerini kemayib ketishi bilan biz sinaymiz deydi Alloh taolo. Bu qanday sinaq degan vaqtda bir odamga qo'rqinchlik yetgan vaqtda u qo'rqinchlikdan qanday o'zi, masalan bizga hozir qo'rqinchlik shunday bir holat bo'lyapti-da, Xitoy qatlam qilib vatanda shunday bir ishlar bo'lyapti-da. Mo'shundaq bir ahvol bo'lgan vaqtda biz ashning qarshi kurash qildikmi, qilmadikmi? Qilsak, loyiqida kurash qildikmi, qilmadikmi? Yo'li bilan kurash qildikmi, qilmadikmi? Bu bizniki ustimizga sinaq degan gap. Vel ju deganning o'zi ochlik bilan. Ya'ni bir inson ochqib qolgan vaqtida Xudoyim bera deb o'ltirmasdan bir yak berib ishlab ochlikning o'zini ochqib qilish yoki uning o'zini yo'q qilish uchun ochlik qarshi kurash qildim, qilmadimmi? Buni Alloh taolo bundaq sinaymiz degan gap. Vel amvali vel anfus deganning o'zi amval pulimiz tugab ketgan vaqtda o'g'irlik qilmay, bulanchilik qilmay, to'g'ri yo'l bilan pul tepishga tirishlikmi, tirishmadikmi? Bundaq sinoqlar bo'ladi degan gap. Nafsi deganning o'zi, agar o'zi millatimizning soni ozayib ketgan vaqtda baljoqlik bo'lishga biz o'zi harakat qildikmi, qilmadikmi? Nafsimizni nima millatimizni oyintishga harakat qildikmi, qilmadikmi? Masalan, hozirgi vaqtda nihoyatda bu ishlar qatmanlashib ketishlik, nurg'un insonlar bo'ldi, bir ishga bola bo'lsin, bo'ldi. Bir ishga bola bo'lsin, bo'ldigan bir zamonlar bo'ldi misol. Millat yetarlik, vatanimiz mustaqil, millatimiz yetarlik bo'lgan vaqtda bir ishga bola bo'lsa bo'laverdi. Lekin hozirgi vaqtda bizga bir ishga bola bo'lish bu kifoya qilmaydi. Agar mumkinlik bo'lsa, buningga baljoqqa jiq bo'lgani yaxshi. Ayollar buni to'g'ri tushunish kerak. Ota odamni to'g'ri tushunish kerak. Uniki o'zi ishga bola bo'lsa-mu, beqib cho'ng qildigan gap. 4-5 bola bo'lsa-mu, beqib cho'ng qildigan gap, uniki rizq zoti bir yerdan keladi, bir amallik qilamiz. Bir qadam mang'ayak, 2 qadam meng'avatsak, o rizq bo'ladi shu yerda. Yana bu sınak fakat Müslümanlarla bulduğun sınak emas o bu. Bütün dünyadaki insanlarla. Elbette. Bizge zulüm kılmaktan şu zalimlerle sınak boşuna mı ya? Elbette. O bütün insaniyet karşı devat Allah Teala bunu. Onun için bu yerde dünyada neymiş var dese hem adam aş sınavdan üstüne gidiyordu. Mesela Ukrayna'nı misal alsak, Ukrayna'nın özü Rusya hücum kıldı. Ular hazır sınavdan ötüyordu. Şu yerde teslim olup kolunu götürülürken boldu dep devletini bergen bolsa sınavdan ötemigen boldu. Hazır kança 100 minglagan adam ölsü mü? O devletini bermey düşmanı qo'llab chiqarish uchun harakat qilyapti. Bu sınavdan o'tganlik degan gap bu. Qur'oni Karimda yana pul molinglar va bolallaringlar sizlar uchun sınaq deydi Alloh taolo. Aş ayetni aslida fitne deb kelibmi? Fitne deydi. İnnema amvalukum ve avladukum fitne deydi.
Bu Boş nima degan vaqtida ben hata tushunib ketganman. pulmal fitna endi sinoq bo'lishligini sababi qanday degan vaqtida bu yerda men tortishish bor-da. Masalan, bir inson bir yerga bir pul yordam qildigan ish bo'lsa, o'ngay chiqmaydi bu narsa. Jürge aşı nima qilib bərməsini qazını asılgan yani izlab turadigan gapda shu yerda bir o'zining nafsi bilan u berildigan tarafning orasida bir kurash bo'ladi yani. Odatda. Shuni yenga olgan vaqtida u odam cho'disi imtihonni o'tgan bo'ldi. Endi avlod cho'disi baljoq cho'digan vaqtida baljoqqa biz uchun o'zi sinoq bo'lish qandaq deganda biz baljoqlik bo'lgandan keyin bolalarimizni o'zi to'g'ri tarbiyaladikmi? Hozirgi zamonga loyiq bir inson qilib tarbiyaladikmi? O'zimizning millatiga o'zi uyg'un bir inson qilib tarbiyaladikmi? O'sha zulmlarning o'ziga kurash qilaligidek bir inson qilib ish qilib nurg'unlagan shu o'zimizniki ishlarga loyiq bir inson qilib tarbiyalay oldikmi? Tarbiyalay olmadikmi misol? Nurg'un insonlar bor. Shu vatandan chiqqan bolalar ashundaq odamningmi bolalari shu vatandan sirtga chiqqandan keyin uyg'urchani unutib, misol eng oddiysi ayndaq bo'lib ketgan insonlar bor. Bu bizniki imtihonni o'tamaganligimiz. Biz nega bo'lsak borayli, Alloh taolo bizni uyg'ur qilib yaratdi. Uyg'ur bo'lib yashaymiz, uyg'ur bo'lib o'limiz. Bolalarimizni ham uyg'ur qilib tarbiyalash, uniki birinchi asosi uyg'ur tilini o'rgatish, uyg'urniki madaniyat tarixining o'zini yani Uyghur kimlikka munosabatli hamma narsani bolalarga o'rgatish va bolalar boshqa bir millatniki madaniyatini ko'rgan vaqtida bu alomatgina bularniki demasdan to'xtatib bizning bog'i bunday madaniyatning o'zi bularning madaniyati bunday ekan bizniki buningda asl madaniyatimiz bor deyoladigan bo'lishi lozim. Çünkü bu davamlı bu sorunlarda men deyman bolalarimizga bir qancha lag'manni yugizganligimiz bu kurash. Hozirgi vaqtda. Çünkü bolalarimiz o'zimizning milliy tamog'imizni yeb, shunga lazzatlanib, shu o'zimizning tamog'ini seg'indigan holat kelish bu bizniki kurash qilganligimiz. Bu hisoblandi. Bir atlas ko'ylakni kiyganligi, bir bodam do'ppini kiyganligi bolalarimizniki bu bir kurashlikning natijasi bu. Bu yerda bolalarimiz bilan so'zlashgan vaqtda bolalarimizga o'zi Alloh taolo bergan bu bolaning o'zini bir to'g'ri, durust bir inson qilishda biz shunday nurg'unlagan bosqichlarni besib o'tamiz. Shu bosqichlarni to'g'ri qilishimiz lozim. Keyin biz o'lib ketgandan keyin bolalarimiz bu ishni davomlashtira oladigan bo'lish lozim. Bu biz Yevropaga keldik, Yevropaga shunday suvda singib ketish bu bizga to'g'ri narsa emas odatda. Her insonga Alloh taolo bergan bir tuproq bor. Bizga Alloh taolo Sharq Turkistonni beribdiki, bu ota meros haqqimiz bizniki. O haqqimizni erish uchun kurash qilish bizning vazifamiz, majburiyatimiz. Uni qilmasak, Alloh taolo buyurgan, Alloh taoloniki o'zi buyrug'ini ijro qilmagan bo'lamiz. Alloh bergan o'zi ne'matga tuzkorlik qilgan bo'lamiz. Ota bobomizga o'zi xiyonat qilgan bo'lamiz. Avlodlarimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Avlodlarimizga özümüzün tuprağına kurash qilish, hech bo'lmasa kurash qilish ideologiyasining o'zini singdira olmaganligimiz uchun bu o'zi bizga bizniki bir xiyonat qilganligimizniki alomati bo'ladi. Uning uchun biz sinoq degan bu kichik bir gap bo'lsa-mu, insonlar dunyoda butun inson shu sinoqning ustida halol yemdik, haram yemdik, yemek içmekte bu mu sinoq? Misalda ishga vaqtida haromni ichamdik, halolni ichamdik, pul topgan vaqt to'g'ri yo'l bilan topamdik, xato yo'l bilan topamdik. Buning hammasi biz sinoqning ustida ketayotganlik. Biz buni to'g'ri usulda qilsak, Alloh taolo ko'rsatgan to'g'ri yo'l bilan qilsak, hammasi to'g'ri bo'ladi, sinoqni o'tgan bo'lamiz. Agar uni unda qilmasak-chi degan vaqtda sinoqdan o'tamagan bo'lamiz. Sinoqdan o'tamagan insonlar bu dunyoda xor yashaydi. Meni biz uzundan birsa shu sinoqdan o'tamay, hozir bu zulm tortyapmiz. Buningdagi ham sinoqdan o'tamasak u zulm davom qiladi degan gap. Nurg'un odamlar borki, zulm davom qilmaydi deb qo'ydi. Zulm davom qilmaydi degan hech qanday falsafa yo'q. U zulmning oldiga chiqib, uni to'smagan qadar u davom qilaverdi. Misol bizniki o'sha Xitoy hokimiyati bizga kelgilibsi, bizga zulm qilyapti. Shuningga bir tetikdek darajada zodi, ma zulmning tat degidek darajada bir
kurashni to'g'ri qilolmaganligimiz uchun ular bizga zulmni hozirgi holatga keldi. Agar biz ularga shu zulm qilolmagan darajada bir dakkisini bergan bo'lsak, bizga zulm qilolmaydi ular. Misol 700 qanchinchi yilimi shu Qirg'izistondagi Talas degan yerda bir urush bo'lgan vaqtida shu arablar bilan, arabniki askarlar bilan shu vaqtda shu Qarxonlarniki yana shu nima shu Qarxonlarning bo'lish kerak. Shu vaqtdagi shu Turkistondagi askarlari birlashib Xitoylik shu vaqtda bir qatimda qattiq o'z mag'lubiyatga uchratganki, shu 700 nechinchi yildan boshlab toki 1700 nechinchi yilgacha 1000 yil bizning vatanga oyoq bosolmagan Xitoy. Yani bir qatim zat tetiqdek darajada Ravrus o'z dakkisini berganligi uchun ikkinchi qatim Mayakkashniki ko'gligini ko'stama degan o'zi belgini berganligi uchun Xitoy ikkinchi kelamagan ayaga. 1000 yilgachilik. 1000 yildan keyin cho'rsa Aşına qo'xshash Ravrus Zozongdan chiqqan vaqtda Ravrus bir qatim ham dakkisini berayotgan bo'lsa Xitoy chiqolmaydi bizniki vatnimizga. Demak, ikkinchi qatim biz sinoqni to'g'ri o'tolmaganligimiz uchun Xitoy bizni besib oldi. Bundaq yerni o'zini qilsak, bizning sinoqni o'tolmagan nurg'un yerlarimiz bor. Uning uchun toki yemak-ichmak, kiyim-kechakdan tortib, to gap so'zni tortib, toki inqilob, ya'ni kurashchilik hammasida bizniki qilgan sinoqlarimiz mana shu yuqorida deyilgan tariqada shuning uchun butun o'z qarindoshlar sinoqdan to'g'ri o'tishga, Alloh taoloning oldida yuzimiz oq berishga va ajdodlarimizniki, avlodlarimizning oldidami xiyonatchi bo'lib bormaslik uchun, xiyonatchi bo'lib qolmaslik uchun to'g'ri bir yo'l tutishga tirishishimiz lozim. Men bu Qur'ondagi bu masalalarning o'zini har qatim so'zlagan vaqtda har bir masalada buni musulmonlar orasida dunyo xalqi, ya'ni butun insoniyat qarta so'zlagandan keyin oxirsida o'zimizga tatbiqlaymiz. Chunki Qur'onga asosan Uyg'ur millati sinoqdan qanday o'tish kerak? Dunyo qanday o'tibdi? Men shu Ikkinchi dunyo urushlari, Birinchi dunyo urushlariniki tarixiy kitoblarni o'qigan vaqtimda Birinchi, Ikkinchi dunyo urushlaridagi shu Angliyaniki Churchill degan Ikkinchi dunyo urushida qo'mondonlik qilganki, bosh ministerki, bu Yevropadagi hech qanday bir davlat, hatto mag'lub bo'lgan davlatning prezidenti qochib ketmaganki. Davlatni tashib etib. Gitler qochib ketmay, ashada zodi bo'ldi deb o'ylab olganki, shu. Eng oxirgi kelgan vaqtda shu dushmanning qo'liga tirik tushib qolmay deb o'ylab olganki, o'zining tuprog'ida. Bizda vatan tashlab qochib ketishni o'rgatganda bizga eng yomon yeri. Bu xatolik hamdi. Hozir vatan kiramayapmiz endi hozir. Shuning uchun bu alqi inqilobchilarimiz, dohiylarimizmi bundaq ishlarda nihoyatda alqi zodi vaqtma u 2-3 kun bo'ldi, bu Zelenskiyning voqealigini yozibdi. Agar ruslar shu Zelenskiyning shu nemisi kabinetiga besib kirgan taqdirda eng oxirgi tiniqchilik urush qilgan qarta shu qurollarni tayyorlab turib tashadi. Mana bu dahi bo'lgan, rahbar, lider bo'lgan insonniki irodasi shunday bo'lishi kerak degan gap. Buni biz bu Zelenskiyni deyapmiz hozirgi vaqtda. Buni asli kimni o'rganimiz degan vaqtda bizning ajdodlarimizmi o'z vaqtida shunday qilgan. Ajdodlarimizni o'rganishkasi. Agar musulmonlarni o'rganishib qolsangiz Peygamber Aleyhisselam Medine taşıyatmazdan 12 ming kafir kilometr diye bu yerde fakat bizniki bir 3 ming 4 mingdek adamımız kayıp kaldı. Onu biz qanday taqabul turmiz? Bo'ldi biz qechib ketaylik demasdan oldi xandaqni ko'lab qo'yib turib, qo'saq ikki tal toshni tengib qo'yib turib, zodi eng oxirgi tinig'imizga kurash qilamiz deb ashlarning o'zini eng oxirida yengan. Demak, u inqilob deganni oz odam bilan yo ko'p odam bilan emas, irodalik odam bilan bo'lgan narsa bu. İradlik qattiq iroda kelgan, qattiq uni kelqi o tadbirlarni yaxshi biladigan insonlar bilan u inqilob g'alabaga erishadigan narsa. Shuning uchun har bir davlatda bo'lsin, insonlarniki millatlik oldida yetakchi bo'lib turayotgan insonlar irodalik bo'lish kerak. Qattiq irodalik millatni zodi davomli yo'lga, to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bo'lishi lozim. Shu vaqtda bizniki millatimiz bu zulmdan qutula oladi. Biz şu vaqtda Sharq Turkistondan iborat bu davlatni qura olamiz degan gap.
Vaqtim biyak badi. Bütün özü dünyadaki xas qarindoshlarga köpten köp salam. Allah'a emanet kelar qatim ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Allah razı olsun, rahmet. Kadir. Ne? Tamam. Elbette. Sınav degan gapning o'zini to'g'ri tushunish lozim. A'ning o'xshash misolda bu Allohdan kelgan sinov bo'ldi, buni sabr qilmasak bo'lmaydi. Bo'ldi, o'kirib uxlaydi. Alloh bekonsa bizga qilib beradi. Deyish bu sinov emas. Sinovdan o'tganlik emas. Alloh taolo sinov deyishda mayda nima deydi? Açlık bilen mesela nefsin olan dep nem Allah Teala bizge sözlevatdı-ku. Sınavdan söndürüldü. Eğer bizge bir açlık yani biz açlık qalgan vaqtda qo'zg'imizni to'yg'izish uchun harakat qildikmi yo'q? Sınavdan o'tish bu. Xitoyniki mustamlikaga kirib qoldik. Ham buningga qarshi kurash, buningdan o'z qutulish uchun kurash qilyapmizmi, qilmayapmizmi? Evet. Sınav deymiz, elbette. Sınav. Hem o sınavdan ötüş şu adamın özündeki işi hemdi. O sınavda mesela o adam özü bexutluk qilganlik jinoyati var edi. Sınavdan o'tamaganlik şu. mesela Bu bizim insanlarımızdan bizmi burunqi kichik vaqtlarimizdagi nima e'tiqod tashlaqchi bir narsa kelsa, mesela qo'limizni biz bilan tortib olsa deyli, Xudoyim ashtaq nima qilibdi deb Xudoga otib qo'ygan ishlar bor emasmi? Hozirgi sizlar deyotgan gapni tig ashaga tutishdi. Tig ashaga tutishdi nima qilsa, Xudoyim ashtaq qilibdi deydi, ashtaq o'zi bekitib qo'yibdi degandek gapda, Xudoyimning undaq bekitib qo'ygan ishi yo'q edi. Elbette. He. He. Bu lekin o Allah Taala tarafından insanga bir yamanlık gelmeydi. He. Bunun özünü insanlı biliş gerek. Allah bu madakta mesela bir hiç qanday bir dinni tanımaydigan, Xudo'ni tanımagan bir mushrik, bir mushrik de nima bir dinsiz, aştaq bir tanıştı oldu-da, biz dünya anadan tug'ildik. Dünyada biz xalsak yaxshilik qila olamiz, xalsak yomonlik qila olamiz. Asli insondagi eng taqozo e'tiqod aştaqda. Xudo'ni tanıgan vaqtda, Xudo'ni tanıgan vaqtda bu dunyoni Xudo bizga yaratdi, Xudo yaratgandan keyin bu dunyoga bizni yaratdi. Bundan keyin dunyoda bizga yaxshi qila oladigan, yomon ish qila oladigan sharoitlar bor. Shuning uchun biz agar yomon ishni qilsak, Alloh taoloning prinsiplariga biz qarshi chiqqan bo'lamiz. Agar to'g'ri ishni qilsak, Alloh taolo ko'rsatgan to'g'ri ishni qilsak, biz Alloh taolo buyurgan ishni qilgan bo'lamiz deb tushunish lozim. Ammo bu yerda illaki bir yomonlik kelsa, bu o'zi Xudo menga uni yetkazdi deyish, bu o'zi Xudoga bo'xton chapilganlik bo'ldi. Xudo hech bir insonga yomonlik qilgan emas, ham qilmaydi. Qur'oni Karimda hech qanday bir oyat yo'q.
Bu vaxt inşallah muş qaza ve kader deganning o'zini tafsil qilib bir ishki o'zi nima qilib dars qilib shuni tafsili bir tushuntirgan vaqtda insonlarning kallasida bir echilish bo'ldi. Hozir nurg'un insonlar Xudo ashtaq taqdir qilayotgan bo'lsa degan narsa hozir ma gapildim shu kallasiga kelib nurg'un odamniki. Ammo qanday taqdir qilganligini biz o'zi Qur'ondan anglashimiz lozim. Har bir insonga ma insonga yomonlik keladi, ma insonga yaxshilik keldi deb undaq qilgan ish hech bir yerda yo'q. Bu hayatın bu Ahmetcan'dan sorulan sualı mesela sanırım ki bu kanal bizim bu kanal hücum uçurağı atıyor değil mi? Ama bu mesela çok ama Kur'an ma program çıkandı ki bu tekme set hücum uçuruyordu çünkü bu Yaxşı. biz şuna tedbirin yaşı alsak Bu yerde gap Ahmetcan'da. Ahmetcan onu tedbirini yaş alamadığı için uğradı da onu. Kotanın işini eşit koy belki işe kotanı çıkıyor şunu falan onu. Bu maydı. yeni bir sikim Beyatı silah ahirete bir ayetine şu bala ayet ki hutun ballah şuna ama bu şuna silahge İnnema amvalukum ve evladukum fitne. Aslında fitneden çıkıyor şuna. Bizim için Bu fitne diyenle ma Arap'ındaki ma izahlı lügatı başka fitne diyenle özünü Arap'ın izahlı lügatı nemdeydi dese altınını mesela bir altınını takkan bolsa bir mezgil bu biraz kirleşidi o. Kirleşkendikin onun özünü tazlaş için otqı saldılar mı ya? Otqı selip onu tazlap durus bir aletke keldiğin gepte. Demek bu yerki fitne diyenlik özü muşundaq özünü da buniki ma'nosi ashundaq hamda. Ballığa pulmal qaratqa vaqtda ko'rgan vaqtda balliq qaratqa vaqtda misol eng oddiysi. Ballarimizni ashta taptaza inson qilish uchun kurash qilishga apardi bu. Yana ballini to'g'ri bir inson qilish, yaxshi bir inson chiqish uchun o'zi harakat qilganlik bu bir kurash bu. Bu degan ba'zida gap anglamaydi. Yüzümüzü mü yetiştirişiyordu değil mi bu? Ya özümüzü mü yetiştirişiyordu? Bazen gap anlamaydı adette. O yaman özü neyme? Pulmal diyoruz. Pulmalın özünü mü? Mesela şu altın tazlaş diyen aşağı düşürdüm. Pulun özüne paskını pul tapması lazım. Yani o pakiz pul tepişi köreş kılıç lazım diyen mana çıktı. Tavlanış. Tavlanış diyenler. Bunu da ustaz hem de bu irade, akıl, münasebet ki bu imtihanda 3 için şunlar narsalar pek mühim bulunur bizim için. Bu kilerki saatinde muşunun ama akıl, irade, doğruluk, sözleş imkanı var mı? Ya başka planları var mı? Onu bir hafta olgandakin aşın içinde bir muzakir kılaylı vakti. Tamam. Meydan da az kadarlık görünmeler Kur'an'ı yaxşı görüdüğün, Kur'an'ı bir texmi yaxşı düşensem deyen barlıq qeyrindaşlar, izdiniş yürüdük qeyrindaşlar. İnşallah kiler saatlik Pidayla ekrandaki Kur'an'ın nezer programımızda görüşküş aman bulunla. Allah'ın özgü amanet. Ustaz sizgime rahmet. Piday ekranımız umu. Köp rahmet. Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kim giydi bu?